2 kun davom etgan Moskvadagi kursimiz tugadi. Bu yerda amaliy hamda nazariy qismdan iborat bo'ldi. Birinchi leksiyalarni eshitdik. Anatomiya, kompyuter tomografiya, burun atrof bo'shliqlarini va burundan kirib miyadagi va ko'zdagi operatsiyalarni ko'rdik. Amaliy qismda nazariyda olgan bilimlarimizni qo'lladik. Bunda asosan murda kallasida, ya'ni o'likni kallasida morgda ishladik. Kamera, endoskop, instrumentlar bilan minimal burundan kirib turib hamma pazuxalarni, gaymarit, frontit, sinusit deyiladi. Shu pazuxalarni ochish bo'yicha master-klasslar bo'ldi. Va hamda ko'zdagi hamda miya ichidagi asoratlarni bartaraf qilish uchun qon tomirlarni, nervlarni, muhim bo'lgan nerv qon tomirlarini kesib olmasdan, ularni juda ham asrab, avaylab harakat qilish uchun biz bu kursga keldik. Alhamdulillah, muvaffaqiyatli tugadi. Diplomlarni oldik. Endi xudo xohlasa olgan bilimlarimizni O'zbekistonda o'zimizni bemorlarga, aholimizga xizmat ko'rsatishda foydalanamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.